Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari va bizni kuzatuvchilarimiz. Kanalimizga xush kelibsiz. Mol sigir tushda tush ta'biri. Mol tushda ko'rsa tush ta'biri umuman olib qaraganda tushdagi mol, ya'ni sigir boylik va tanilishga ta'bir qilinadi. Bordi-yu siz tushingizda mol podasiga boshchilik qilayotgan bo'lsangiz yoki ularni o'tlatib yurgan bo'lsangiz, ungizda farzandlaringiz bilan munosabatlaringiz yaxshiligidan va ularni sizni eng yaqin sirdoshi sifatida ko'rishiga dalolat beradi. Agar tushda mol go'shtini ko'rsangiz, o'ngda yoqimsiz xabar eshitishingizga yo'yiladi. Bundan tashqari, boshqa ta'birlarda mol go'shtini yeyish o'ngdagi kasallik haqida ogoh etadi. Tushdagi mol doktori esa qiyin vaziyatda sizga yordam beradi. Agar arqon yordamida sigirni adirlikka olib ketayotgan bo'lsangiz, boylik topib tanishingizga ishora beradi. Agar sizdan sigir qo'rqayotganligini ko'rsangiz, uy ishlariga xatoliklarga yo'l qo'yayotgan ekansiz. Vanga ta'birida tushdagi mol yoki sigir, ho'kiz, o'ngdagi rizq, nasiba va boylik ta'bir qilinadi. Savdogar odam esa tushda mol ko'rsa ziyon ko'rishiga ta'bir qilinadi. Ho'kiz va mollarning bir joyda to'planib turganini ko'rgan kishiga esa xastalik xavf solishi mumkin. Tushda mollarni haydayotgan kishiga behisob mol va davlat kelishgan dalolat beriladi. Bordi-yu sizni ho'kiz shohlasa, ya'ni usib yuborsa, o'ngda hisobot berilishi kerak bo'lgan ishlaringiz hisobini tayyorlab qo'yganingiz ma'qul. Aks holda boshlig'ingizdan takka eshitasiz. Miller ta'birida tushdagi sigir quyidagicha ta'bir qilinadi. Agar siz tushda sigir ustiga o'tirgan bo'lsangiz va bu sigir, ya'ni mol o'zingizniki bo'lsa, ko'p foydali ishlarga qo'l urasiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha bizdan uzoqlashmang.